Dahshatli zarba Bernardo. 2-daqiqa. Man City. Kamavinga zarba tayyorlayapti, rikoshet va hisob tenglashdi. Aytdimmi, bu qarama-qarshilikda hali hech narsa hal bo'lmadi deb. Mana Real, mana jahli chiqqan Real hujumi. Mana shunday qarshiliklarda qancha vaziyatlardan foydalangan Madrid. Bu esa zarba 2-1 Rodrigo. Mana bu yaxshi hujum. Mana bu Fodenning fantastik zarbasi. Va u haqiqatdan ham dahshat formada ekanligini ko'rsatdi. City hisobni tenglashtirdi. Yana bitta super gol Man City oldinda. Kapitani qarab-qarsh tomonga yaxshi imkoniyat zarba. Biz fantastik o'yinni ko'ryapmiz do'stlar. Uchun Fede Valverde tarixga muhrlanadi degan umid bildirgan edim. Ushbu uchrashuv armonsini yozayotganimda